Va alaykum assalom, o'tiringlar. Ha. Men tanishtirib qo'yaman, mana bu mening shogirdim bo'ladi. Dunyoda eng nufuzli institut nimalarda o'qigan, universitetlarda o'qigan, tajribasi ancha katta. Shuning uchun mana sizlar bitiruvchi bo'lganinglar uchun sizlar maslahat olishinglar mumkin bu odamdan, u shogirdimdan. Kim qanday universitetlarda o'qishni orzu qiladi? Aytinglar. U shogirdim sizlarga maslahat beradi. Direktor hamma talabalarni eshitsin va harakat qilgan talabalarga grantlar bersin. Til o'rgatish va fan kurslari bepul bo'lsin. Talabalar uchun bepul avtobuslar xizmat qilishsin. Birinchi kursdanoq amaliyotga olib chiqsin. 2 yil universitetda o'zida va 2 yil chet elda o'qish bilan ta'minlab bersin. Darsdan tashqari talabalar ish bilan ta'minlansin va biznes g'oyalari moddiy sarmoya bilan qo'llab-quvvatlansin. Ustozlarning ilmiy salohiyati yuqori bo'lsin. Aşağı universitetten bo'lar ekan. Aşağı universitet bo'lsa, mena o'qib o'raman. Boshqatdan hayır, to'g'rimi? Ustoz, unda siz ham hujjatingiz tayyorlashingizga to'g'ri keladi. Hozir bu bolalar sanagan hamma sharoitlar bor, universitet bor, o'zimizda bor. Ha, obqashinga qadang Qo'qon universiteti Andijon filialida bunaqa sharoitlarning hammasi bor. Agar kimki ishonmasa, haftani har kuni ochiq eshiklar kuni bemalol borib ko'zinglar bilan ko'rishinglar mumkin. Aytgancha, hozir Qo'qon universiteti Andijon filialida qabullar davom etyapti. Rostdanmi? Ha, hozir borib hujjat topshirsanglar bo'ladi, agar yoqtirsanglar. Undan ham zo'rini aytaymi, ustoz. Ha, undan ham zo'rini. Ana o'g'lingiz hozir Rossiyada-yu. Qo'sh. Rossiyadagi o'g'lingiz masofadan turib, chet eldagi O'zbekiston fuqarolari ham masofadan turib o'qishlari mumkin. Rost. Shunaqa olib ketdi. Ha. Tehlika rivojlanganini qarang.